Nimaga Pedri 1 yil avval joylagan mana shu surat haqida hech kim gapirishni istamayapti? Javobi esa juda ham oddiy. Pedri buni, ya'ni Jahon chempionati finaliga chiqishlarini hammadan oldin sezgandi. 2025-yil 10-iyun kuni Pedri Ispaniya Portugaliyaga mag'lub bo'lgan UEFA Millatlar Ligasi finaldan so'ng suratlarni joylashtirgandi. Finalda yutqazganidan atiga bir necha kun o'tib bunday suratlarni ulashning o'zi g'alati tuyulgan edi o'sha paytda. Ammo eng qiziq tomoni surat ostidagi yozuv edi. 19:07:26. Suratda Pedri, Lamine Yamal, Nico Williams kabi futbolchilar oldinga qarab ketayotganligi tasvirlangan va tagiga 19:07:26 sonlari yozib qoldirgan. Bu shunchaki oddiy sonlar emas, Jahon chempionati finali bo'ladigan sana va oradan 399 kun o'tib Fransiya ustidan qozonilgan g'alabadan so'ng esa Pedri yana rasmlar to'plamini joyladi va yana mana shu izohlarni qoldirdi. Aslida bu sir ham emas, tasodif ham emas. Bu shunchaki 2026-yil 19-iyul Jahon chempionati finali o'tkaziladigan sana. 399 kun avval finaldagi mag'lubiyatdan keyin tanqidlar eng yuqori nuqtaga chiqqan paytda Pedri jamoadoshlari bilan birga o'zlariga va muxlislariga bitta va'da bergandi. Ya'ni Jahon chempionati finaliga chiqish. Endi esa Pedri, Lamine Yamal, Nico Williams va ularning jamoadoshlari 19-iyul sanasida New Yorkda bo'lib o'tadigan Jahon chempionati finalida Argentinaga qarshi maydonga tushadi. Bu post nega bu avlod boshqalardan farq qilish ham ko'rsatib qo'ydi. Odamlar oldindan gapirma, orzularingni aytsang ham amalga oshmaydi deydigan davrda ular aksini isbotlab qo'yishdi. Pedri va uning jamoadoshlari butun dunyoga shuni ko'rsatishdiki, katta orzu qilish ham, uni oshkora qilish ham aslida yomon emas. Endi esa bu futbolchilar tarix yaratish arafasida turibdi. 399 kun oldin yozilgan ushbu post futbol olamidagi eng katta bashoratlardan biriga aylanishi mumkin. Mana shunday